7-chi gabi. Ikkita quyon. Kecha bittasini olib keldim, bugun bittasini sotib oldim. Hop, mana bunga hozir eng yasavamiz ukam bilan qurilishdan qolgan eski fanerlar bilan mana hozir bitish jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz. Karmushkalar ham olib kelindi. Mana quyon boqamiz. O'tgan kuni yasalgan quyonxonam tayyor bo'ldi. O'lchami umumiy 1.45. Tashqi ko'rinishi mana bitta setkasi bor. Uni hozir sovuq tushganiga yopib qo'ydim mana. Quyonxona tayyor mana. Quyonxona tayyor. Tepasidan ochiladigan joylar qilindi. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi bularni xudo xolisi ko'paytiramiz. Chek karmushkalarni mana hammasi solindi. Xudo xolisi bitta mana bu yog'i axlat tushadigan joyi. Endi xudo xolisi ko'paytiramiz bularni. Mana tayyor. Inimiz.